Assalomu alaykum. Bugun yana sizlar bilan bitta kanalda gaplashamiz. Bugun to'rtsiz boqish o'rgataman. Ya'ni bir kun to'rt bo'lmay qolsa, o'nlab tarzda boqishga mumkin. Hozir tozalab ko'rsatib beraman. Mana bir kunda o'rgatlarimiz mana qotib yeb, shunaqa suvlarni chiqarib boshladi. Bularni hammasini qo'yamiz, konteynerga tozalaymiz. O'rgatlarimiz 3,5 sm o'rgatlar. Bitta qadar chiqargan, tuxumni chiqqan har xil anaqada o'rgatlar. To'g'ri joylar bu o'rgatlarimiz razmerlari har xil, lekin baravar bilan ochib chiqqan. Bitta onaning bolalari hammasi. Ba'zilari bunaqa mayda, hali o'smay qolgan, ba'zilari o'rta va ba'zilari o'sha kattalashib qolgan. Ko'rishingiz mumkin. 3 xil ochib chiqqan bo'lishligi mumkin. Yo'q, bu bitta qo'yilgan, ya'ni baravar qo'yilgan tuxumlar. Mana shu tarzda ochib chiqqan. Buning sababi nimada? O'rgatgan tuxumlarga e'tibor bersanglar, agar qo'yganida katta razmerli, kichkina razmerli tuxumlar mavjud bo'ladi. O'rgatgan ham katta yoki mayda aralash tuxum qo'yadi. Mana shundan ochib chiqqan o'rgatlar shunaqa bo'ladi. Qaranglar, mana ham katta o'rgatlar tez katta bo'lib ketadi. Ya'ni sizga tezroq tayyor bo'lib beradi. Lekin mana bu o'rgatlarimiz, mayda o'rgatlarimiz bular juda ham sekin o'sadi va bular katta bo'la olmaydi. Ya'ni bular ham tuxum qo'yish mumkin, lekin kichkina o'smasdan shu 4,5 sm-dagina qo'yishadi. Unga ancha vaqt ketib qoladi. Mana ko'rdinglarmi? Mana ham ikkalasi bir xil, lekin mamladaga nisbatan maydaroq. Kattalar o'zi 50 ta qo'ysangiz 10 ta 15 tasi katta bo'lib chiqadi, qolganlar o'rta va maydasiga bo'linadi. Siz mana shunday ajratasangiz bo'ladi. Agar o'rgatlaringiz tez o'smayotgan, agar hamma vitaminlarni yaxshi berib, ovqatlarni yaxshi berayotgan bo'lsangiz, agar o'rgatlaringiz o'smayotgan bo'lsa, o'ylangki siz mayda o'rgatlarni katta bo'lgan variantini olgansiz. Shuni ajratsangiz bo'ladi. Chunki o'smaydi, o'sishdan to'xtab qoladi. Sekin o'sadi, lekin katta shu anaqa haqiqatan nima gapda eng katta отборный deydimi? Отборный tuxumlardan katta o'rgatlar mana tez o'sib chiqadi. Juda ko'pchiliklar bu o'rgatlarni tog'orachaga yoki biror idishga solib cho'miltirasizlar, lekin bu xato. Juda ko'p har kuni telefon qilasizlar, o'rgatlarni toshlar chiqmayapti, nima bo'lyapti deb. Ya'ni bu o'rgatlar suvda cho'milishi, faqatgina tepadan oqib turgan suvda cho'milsin. Agar siz biror idishga solib qo'ysangiz, o'rgatlarni mana bu teshigi bor, mana bu yerda teshigi bor, shundan suv kirib qoladi, chiqib ketishi qiyin, chunki mana uchiga dum tarafiga tushib qoladi. Keyin o'rgatga dimiqadi, ya'ni ichidagi suv bo'lsa ham dimiqib qoladi. Bu dimiqish, ya'ni o'rgatlarni kasallikka olib keladi. O'zidan o'zi kasallanib, indidan chiqib qoladi, mana shu teshigidan kirib ketadi suv. Shuning uchun idishga, tog'orachalarga solib cho'miltirmanglar. Iloji bo'lsa bunaqa tepadan oqib turgan suvda qo'yiladigan. Keyin bir xil yoqib qo'yib, suvi tagida qolib ketyapti. Suv isib ketishi natijasida o'rgatlar tezroq nobud bo'ladi. Shunda tezroq nobud bo'lyapti. Shuning uchun suvga qaranglar va o'rgatlarimiz mana yaxshi aktivniy cho'milishgandan keyin harakatga tushdi. Bilasizlar, o'rgatlar kunduz uxlaydi, kechasi esa ovqatlanadi. Shuning uchun kechqurun hozir ovqat beraman. Hozir joylar albatta kontenlarni yaxshilab, yoshlarga ko'proq yordamlar, hech qanday qilib ishlatmasdan tozalab, kontenlarni faqatgina bize ayetlerden soramiz. Ayetlerden bir kunda ovqatlar ishlatishga harakat qilinglar. Chunki o'rgatlar atrofida bo'lib qolishi mumkin. Agar eski ovqatlarni yesangiz. Hop. Va o'rgatlarga keyish. Va kalsiyni sepamiz ustiga. Ko'p olsa berishga harakat qilinglar, chunki kalsiyni har kuni yeyish kerak o'rgatlar. Endi o'rgatlarni solamiz. Juda ham sekin o'shaysizlar qizlar, yonidagi toshlarni sindirib olmaslik kerak. Mana shu bilan o'rgatlarimiz tayyor. Qolib qo'yib qo'yamiz. 1-2 kun shunaqa yashashadi, to'lib kelguncha.